Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga Ibn Sino o'gitlaridan bir nechtasini taqdim etamiz. Albatta, oxirigacha tinglang. Demak, bel og'rig'i bo'lsa, sarimsoq iste'mol qiling. Qon aylanishini kuchaytiradi, beliga shifo beradi. Vazn kam bo'lsa, kalla sho'rva iching. Tanaga ozuqa kuch-quvvat beradi. Yurakni mustahkam qilmoqchi bo'lsangiz, har kuni olma yeb turing. Yurak faoliyatini yaxshilaydi. Siydik yaxshi ajralsin desangiz, seldir yeb yuring. Tanani tozalaydi, zararli moddalarni chiqaradi. Qon bosimi baland bo'lsa, oshqovoq suvi ichishni odat qiling. Bosimni tabiiy ravishda pasaytiradi. Jigar bezovta qilsa, gulkaram yeb turing. Jigarni sog'lomlashtiradi. Yurak o'ynab tursa, ukrop iste'mol qiling. Yurak ritmini barqaror qiladi. Anemiya, qon kamligi bo'lsa, asal yeb yuring. Qon hosil bo'lishiga yordam beradi. Bo'g'im og'riqlari bezovta qilsa, mayiz foyda beradi. Bo'g'imlarni mustahkamlaydi. Axir aytishadi-ku, tabiatning o'zi tabib deb. Albatta, bularga amal qiling. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.